chiroyli qilib. Jonlardan to'g'irlab. Soqol qo'yib qo'ymasinmi? Xo'p, boshlaringmi? Boshladik. Ya bismillah, la quwwata illa billah. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun bizda yana bir bor O'zbekcha speaking loyihamizni bir epizodi bo'lib o'tadi. Bugungi sonimizda demak bizni demak shogirdimiz, o'quvchimiz va sevimli ustozimiz Muhammad Qodir teacher ishtirok etadi. Juda ham ko'pchilik mana shu sonni kutayotganlar, oxirigacha yaxshilab kuzatib turasizlar. Muhammad Qodir teacherimizni o'zbekcha gapirish qobiliyatini baholab boramiz. Ajoyib savollar tayyorlab kelganman va mana shu savollarga ajoyib javoblarni kutib qolamiz. Tayyormisiz? Tayyormiz. Juda ham yaxshi. Demak, bugun har doimgidek 3 ta qismda gaplashamiz. Birinchi qism o'zingiz haqingizdagi savollar, ikkinchi qismda men sizga bitta mavzu beraman. Shu mavzu bo'yicha tayyorgarlik ko'rib 2 daqiqagacha gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Va uchinchi qismda aynan mana shu mavzu bo'yicha umumiy savol-javoblarni tahlil qilib olamiz, gaplashamiz. Kelishdingmi? Tushunarli. Juda ham yaxshi. Boshlasak bo'ladi. Keling, birinchi navbatda biz ish yoki o'qish haqida gaplashamiz. Hozirda o'qiysizmi yoki ishlaysizmi? Ishlayman. Hozirgi paytda o'qituvchilik bilan, ya'ni ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlab kelyapman deyarli 2 yildan beri. Juda ham yaxshi. Ishingiz sizga yoqadimi? Yoqadi. Qachonki o'quvchilar hammasi vazifalarini 100% holatda responsible nima edi? Responsible nima edi? Mas'uliyatli holatda qilib kelishsa, qolgan holatlarda har xil bir yoqimsiz, kulgili bahonalar bilan kelishganda qandaydir o'quvchilarimga qo'shib ishimni yoqtirmay qolaman. Tushunarli, yaxshi. Hozir biz bo'sh vaqt haqida gaplashamiz. Bo'sh vaqtingizda nima qilish yoqtirasiz? Qo'shiq eshitaman. Ancha san'atga qiziqqan insonman. Shuning uchun har xil turdagi, har xil janrlardagi qo'shiq eshitaman yoki-da boshqa millat ovqatlarini pishirib ko'raman, tayyorlab ko'raman, sinab ko'raman o'zimni. Juda ham ajoyib. Hozir biz aynan ovqat yoki ovqat tayyorlash bo'yicha gaplashamiz. Siz ko'proq uyda pishirilgan ovqatlar yoqtirasizmi yoki restorandagi ovqatlar? Uyda, albatta. Chunki birinchi o'rinda uyda pishirilgan ovqatlar yoki onam pishirishadi yoki o'zim pishiraman. Shuning uchun bilmayman, qandaydir shirinroq o'xshaydi. Imay balki egoist. Egoist? Xudbin. Xudbincha tuyular, lekin qandaydir uyda pishirilgan o'zim ovqatlarimni ancha ustun ko'raman, solishtiraman da baribir. Juda ham yaxshi. Sizga yoqadigan milliy taomlar qaysilar? Somsa degan bo'lardi. Ancha palov yoqtirmayman, ko'pchilik aytadi, lekin somsa menga ancha yoqadi. Chunki ancha to'yimli, ichida ancha go'sht bo'ladi. Shuning uchun yoqadi. Yaxshi. Ovqat pishirishni bilasizmi yoki kimdan o'rgangansiz? Ovqat pishirishda ancha zo'r bo'laman. Maqtanish emas, ancha zo'r bo'laman, chunki restoranda ham ishlaganman oldin. O'rganganligimni bilmadim, talant bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki hech kim qo'limni ushlab o'rgatmagan. Bunaqa pishirasan, bunaqa pishirasan deb. Lekin rostdan ancha yaxshi pishiraman. Juda ham zo'r. Keling, biz hozir sport bo'yicha gaplashamiz. Sport bilan shug'ullanib turasizmi? Yo'q. Shug'ullanmayman. Chunki anchadan beri shug'ullanganim yo'q. 2 yildan beri aktiv hayot tarzida yashaganim yo'q. Shuning uchun o'zim oxirgi paytda 10 kilo qo'shimcha vez ham oldim. Vez. Vazn oldim. Yo'q. Boshlamoqchiman shu bir oy ichida, xudo xolasa, dushanbada. Bugun dushanba edi-yu. Yo'q. O'tib ketib qolibdi. Qanaqa dushanba? Okey, yetarli. Rahmat yatagan maza qildik. Endi ikkinchi qismga o'tsak bo'ladi. Ikkinchi qismda men sizga bir mavzu beraman. Mana shu mavzu bo'yicha 1 daqiqa tayyorgarlik ko'rib, keyin bu mavzu bo'yicha 2 daqiqagacha gaplashsak bo'ladi. Demak, bu sizning o'zingizning mavzungiz, boshlasangiz bo'ladi. Demak, boshlaysiz bo'ladi. Vaqtingiz o'z nihoyasiga yetdi. Boshlaylik. Xo'p, oxirgi marta kecha bordim. Kecha aylangani sheriklar bilan o'zi aslida Qirg'izistonga aylangani bormoqchi edik, lekin O'zbekiston chegarasi juda ham zo'r ishlaganligi tufayli o'ta olmadik chegaradan. Shuning uchun Vadil degan juda ham Farg'onaning juda ham bir ajoyib qismi bor ekan, shaharchasi yoki qishloqchasi. O'sha yerga bordik. Xo'p, u yerga bu sayohatni juda ham bir qiziq qilgan faktor
omil. U yoqqa team, ya'ni o'zimni jamoam bilan borganim bo'ldi. Chunki hop aytmoqchi bo'lganim butun kun o'tgani umuman bilinmadi. Chunki hamma jamoamiz juda ham bir qiziqarli insonlar, ishtiyoqmand, hammasining yuragida energiya to'la insonlar bo'lganligi uchun maza qildik. Xo'p, u yerda qiladigan ishlarimga keladigan, qilgan ishlarimizga kelsak, birinchi o'rinda ozgina uxlab qolibman zerikkandan, chunki o'zi birinchi kirisha olmadim joyga. Undan keyin tursam hamma maza qilyapti turgan ekan, ozgina hasad qildimda, men ham ko'rsatib qo'yaman degan holatda. Hop, bu yoqda o'yin o'ynadik, raqsga tushdik. Raqsga tushishimiz zo'rligi uchun hammani hayron qoldirdim desam bo'laveradi. Undan keyin biz musiqa bazmlari qildik, ya'ni jamoamiz bilan hamma har xil turdagi qo'shiqlarni topish kerak bo'ldi. Ya'ni bosh o'sha ringtonlaridan eshitib, bosh tovushlardan topishimiz juda ham qiziq bo'ldi. Hamma o'zini juda ham raqobatdosh his qilib, juda maza qildik. Va bunga qo'shimcha uni doimo esda qolsa kerak deb o'ylayman bu sayohatni, chunki esda qolar insonlar bilan esda qolarli, har doim unutilmas bir xotira bo'lib qoldi. Va eng qiziqarlisi, sayohatdan kelib ham ishxonada biz yana davom ettirganmiz. Uncha-munchaga biz taslim bo'lmadik. Oyoqlarimiz charchab, ovozim, bilsanglar bo'ladi, ovozimdan ham chiqmay qolgan ovozim. Gripp bo'ldim, ovozim juda ham ishib ketdi, tomoqlarim. Baqir-chaqir, juda qo'shiq kuyladik. Qo'shiq kuylab berdim, men qizig'i o'zim ham. Hamma maza qilishdi. Mendaqa team jamoadoshi borligi uchun faxrlanishdi desam ham bo'laveradi. Keyin ishxonamizga kelib ham to'xtatmadikda, birgalikda ozgina suvni ichib olib, tomog'imizni sahara bo'lib ketgan cho'l tomog'imizni namlab, birgalikda yana raqsga tushdik 2 soat u yerda. Juda ham ajoyib bo'ldi va o'ylayman, nasib qilsa inshaalloh yana boramiz shunaqa sayohatlarga, maza qilgani. Shu edi. Rahmat kattakon. Bu ikkinchi qismdagi savolga, mavzuga sizni gapirishingiz edi. Xudo xolasa endi, xudo xolasa. Inshaalloh bermaydi. Endilikda biz 3-qismga o'tsak bo'ladi, demoqchi edim. Yuqyapti qarang. Avtobusni aytmabman-ku, avtobus o'ynaganimizda. Faqat to'p o'ynaganimizni aytsam bo'ladi. O'ynamadim-ku men. Endi jamoadoshlar o'ynadi desang bo'ladi. Avtobusni ham aytib qo'yay. Bor-ey, keyin aytasan endi. 3-qismga o'tsak bo'ladi. 3-qismda biz aynan mana shu sayohat haqida va dam olish haqida chuqurroq gaplashamiz. Sizningcha odamlar nega sayohat qilishadi? Menimcha shunchaki maza qilib kelish uchun deb o'ylayman. Chunki hozirgi paytda juda ham ko'p odamlar aynan ish bilan mas'ul, ish bilan band. Shuning uchun menimcha o'sha ishda yig'ilgan stresslar va shunga o'xshagan bir ma'lum bir omillar tufayli o'ylayman, juda ham ko'p insonlar sayohat qilgan chiqishni xohlaydi va hordiq olish uchun. Juda ham yaxshi. Sayohat qilish insonning fikrlash holatiga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Menimcha ancha ta'sir qilsa kerak, chunki qachonki sayohat qiladigan bo'lsak, biz ko'p joylarga boramiz, har xil joylarga, o'zimizni mamlakatimizda bo'lishi mumkin, chet elda bo'lishi mumkin va u yoqqa borib insonlarning ulfatlarini ko'rishimiz mumkin-da. Nafaqat chet el, o'zimizda ham hattoki har xil turli xil yashash tarzlarini ko'rib, menimcha qaysidir ma'noda insonning fikrlashlari ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Yaxshi. Turistik joylarga borishning ijobiy va salbiy tomonlari nimada? Ijobiy tomoni menimcha ko'p va eng muhimi deb o'ylayman, juda ham ijobiy tajriba orttirish. Chunki o'sha aytganimdek, qachon sayohat qilsak, biz o'sha ishda yoki stressli hayotimizda savolim qaytaraman. Turistik joylarga borishning ijobiy va salbiy tomonlari. Ya'ni ko'pgina turistlar boradigan joyga. Xo'p. Qiyin savol. Turistik joylarga borishsa, ozgina kulgili bo'lsa aytaveraymi? Menimcha maqtanish. Chunki misol uchun men ko'p odamlar o'ylayman, shunaqa joylarga maza qilishdan ko'ra ko'pincha tanishlariga maqtanish uchun boradi deb o'ylayman. Bu ham qaysidir ma'noda bizga qoniqish hissini beradi, chunki o'sha joyga bordi, insonlarning tashqi tomondan baholanish yoki tashqi tomondan ko'rilish hissi insonlarga menimcha bir boshqacha zavq bersa kerak. Yaxshi tomoni. Salbiy tomoni-chi? Salbiy tomoni juda ham zerikarli bo'lishi mumkin. U turistik joy bo'lishiga qaramasdan, chunki juda ham turistik ko'p joylarda o'z-o'zidan juda ham ko'p insonlar bo'ladi, har xil insonlar va ularni o'zini tutishi sizga noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Va shu orqali siz o'zingizga yoqmagan tajriba yokida shunchaki zerikib qaytib kelishingiz mumkin. Tushunarli. Va eng so'nggi savolim, sizningcha odamlar dam olish uchun chet elga chiqishlari yaxshimi yoki o'z mamlakatlarida qolganlarmi?
Xo'p, bu vaziyatga bog'liqda, ularni holatiga bog'liq. Agar ularni budjet o'zbekchasi budjet nima o'zbekchasi? Budjet bo'ladi. Ularni budjetiga bog'liq. Agar ularni o'sha topayotgan puli buni ko'tara olsa, ehtiyojlarini qondira olsa, menimcha yaxshi fikr chetga chiqish, chunki juda ham maroqli bo'lishi mumkin va mazza qilib aylanishadi. Lekin o'ylayman, agar o'zlarini mamlakatlarida turib ham ajoyib esda qolarli sayohat qilishsa bo'ladi. Aynan bu joyga bog'liq emas, kim bilan borishiga bog'liq. Ya'ni qiziqarli inson bilan boradigan bo'lsa, menimcha qayerga borishini unchalik ahamiyati yo'q. Любой joyga. Har qanday joyga borib ham kayf qolgan. Mazza qilishlari mumkin. Mazza qilib qaytishlari mumkin. Har qanday joyda ham agar ulari yo'ldoshlari yaxshi shijoatga to'la vibe insonlar bo'lsa. Zo'r. Rahmat kattakon. Bu bizni speaking, o'zbekcha speaking testimizni so'nggi savol edi. Rahmat. Endilikda biz sizni darajangizni aniqlasak bo'ladi, shunchaki subyektiv holatda. Birinchi bo'lib fluency, ya'ni ramonlikka baho beramiz. Men hozir aytib o'tmoqchiman, kuzatuvchilarimiz ham yaxshi bilishadi. Gulzoda ustozimiz ikkinchi speaker sifatida qatnashgan va unda ham xuddi sizdek muammolar bo'lgan. Ya'ni o'zbekcha gapirayotganda ruscha so'zlar qo'shilib ketishligi, inglizcha so'zlar aralashtirib yuborishlik, yana nimadirlar va bu holat sizda ham uchrab qoldi. Ha. Fluency uchun o'zingizga berilgan bahoyingiz. Xo'p, 7 deb o'ylayman. Nega? 6 emasdir. Chunki fluency faqat anaqa ravonlik emasda, ya'ni coherence degan narsasi ham bor, gaplar bir-biriga ulanishi. Menimcha unchalik zo'r ulanmadi deb o'ylayman, chunki biz o'sha inglizchada haligi survive qilish o'rganganmizda, yashab qolishga, ayniqsa part 3 savollarida. Ularni, ya'ni inglizcha fikrlab, chunki biz odatda bunaqa fikrlamaymiz o'zbek tilida, oilada bunaqa o'tirib chuqur fikrlanmaydi. Shunga ozgina qiynaldim. Va ingliz tilida shu bo'yicha yashab qolishga, yuqori ball olishga 3-4 yildan beri harakat qilganligim uchun menimcha ingliz tili ancha past bo'ldi, fluency deb o'ylayman o'zbekchada. Tushunarli. 7 bo'lsa kerak, 6 emas. Talaffuz 9 Lekin to'g'ri, talaffuzda faqat talaffuzga qarashmaydi. Intonatsiya bor. Bir xilda, ma'no. Unaqa robotcha bo'lib gapirdim deb o'ylayman. Aytmadinglar-da, bunga ham qaragin deb aytqanlarmiz. Endi chiqib attraksionlar gapirib tashardim. Xo'p, so'z boyligi? 5 bo'lsa kerak, ajoyib mazza, kayfdan tortmadim boshqasiga. Xo'p, va eng so'nggisi grammatika. Grammatika. Lekin grammatikani zo'r ishlatdim. Tak ingliz tilini bir xil ishlatdim. 9 8 chiqqan grammatika. O'zbek speaking. O'zi ingliz tilini necha olgansan? Ha? Ingliz tilini necha olgansan? Speakingga? Endi ancha bo'ldi-yu. Necha bo'lgan? Hozir aytmayman, necha chiqishini. Yo'q, necha bo'lgan? 7,5. 7,5 bo'lgan. Yaxshi. Men qo'ygan bo'lardim. Fluency uchun 7, juda ham ko'p to'xtalishlar bo'lyapti. So'z qidirib to'xtab qolyapti, lekin gapirayotganda ravonlikka va g'oyalar ulashga e'tibor qaratilyapti. Talaffuzga aytilayotgan so'zlar o'zini yaxshi talaffuz qilinyapti va men bunga 8 qo'ygan bo'lardim. Va bizda so'z boyligi juda ham bir qashshoq. Lekin men o'ylayman, usta ishlasa bo'ladi, lekin hozircha 6 qo'ygan bo'lardim men. Va grammatika uchun yaxshi grammatika strukturalari ham ishlatildi. Muhimi ishlatilayotgan grammatik strukturalar bilan xato bo'lmadi. Shuning uchun men bunga 8 qo'ygan bo'lardim. Va umumiy holatda bu 7,5. 7 deb qolar ekan. 7,5 chiqadi. Mana round down bo'ladi. Ha, vayda. Xo'p, demak, Muhammad Qodir ustozimizning o'zbekcha speaking qobiliyatiga baho beradigan bo'lsa, bugungi holat uchun 7, lekin ingliz tilida IELTSda 7,5 ball qo'lga kiritganlar, aynan speaking bosqichida kechagi aylanishlar bilan, kechagi sayohat bilan menimcha anchagina tomoqdagi muammolar bilan bugun 7 bo'lib qoldi, lekin biz umid qilamiz, keyinchalik yana bir o'zbekcha speaking loyihamizga mehmon sifatida chaqirganimizda bugungidan-da yaxshiroq gapirishga harakat qilamiz. 9. Keyingi savolga biz harakat qilamiz. Zo'r. Omad tilaymiz. Kuzatib turgan, demak, kuzatuvchilarimizga qanaqa fikrlar bor, qanaqa tavsiyalar bor? Xo'p. Davom etinglar kuzatishda. Chunki biz o'qituvchi sifatida juda ham ko'p eshitgan muammolarimiz, fikrimiz yo'q degan o'quvchilarning javobi ko'p bo'ladi-da. Juda ham o'zimizda ham shunaqa muammo bo'lgan.
Chunki o'zbekchada bunaqa fikrlamaymiz, rostdan aytganimdek. O'zbekchada bunaqa o'ylantirib qo'ygan savollarga hech qachon tayyor bo'lmaymiz. Agar shular bo'yicha ozgina fikr ola olsanglar, shu dasturdan, ya'ni shu bizni loyihamizdan foydali bo'ladi degan umiddaman. Va qanaqa takliflar bo'ladigan bo'lsa va keyingi sonimizda qaysi ustozimizni ko'rish xohlaydigan bo'lsanglar, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Biz an'anamiz bor, Muhammad Qodir. Kimni keyingi safar mana shu loyihamizda ko'rish xohlardingiz? Faqat femellardan bo'lsin. Female tanlashim kerak. Female. Faqat necha bo'lishi kerak? Qaysilar tanlayman yana? Muzada chiqqan, Baxtiyor teacher chiqqan. Yana kim bor teacher? Xumora bor ekan. Muxtasar bor ekan. Yana kim bor? Muxtasar yaxshi gapiradi lekin. Shahrizoda bor. Muxtasar. Jamoa bilan kelishib Muxtasar tanlaydi. Hop, keyingi safar. Nimaga xumora emas? Ha? Nimaga xumora emas? Yo'q. Buni qo'yamizlarmi? Ishladi. Xumora yaxshimisiz? Yo'q. Kamerachilar ko'rsatib qo'yaman hozir. Mana shu bolalar aytdi. Muxtasar tanlaydi, mana shu bolalar aytdi emas. Ammo xumora badmi? Bo'ldi. Xo'p. Yo'q. Bo'ldi, ikkalasidan bittasini chaqiramiz. Muxtasar bilan Muxtasar teacher va Xumora teacher deb o'ylayman. Muxtasar teacher ham Sekin vaziyatda. Yo'q, anaqada Muxtasar o'zi yurishgan shunaqa narsalarda haligi. Women talk qilib yurishgan. Birinchi qanaqa javob berishdi. Bo'ldi, yaxshi. Demak, ikkalasidan bittasini keyingi sonimizda ko'rishdan umid bormiz. Rahmat kattakon. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Sizlar shunmi yarashmas ekan? Mayli, sog' bo'linglar. Keyingi safargi sonimizda yana kirib, ko'rib, like bosib. O'quvchilarim, yozinglar kommentarda. Rasvoylar chiqaraman. Darsdagi 45 ta o'quvchi kutaman kommentar yozib.